Hammaga salom, bu Abdullajon. Bilasizlarmi, so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda bitta antiqa trend paydo bo'lgan. Uni nomi Turkiyada o'qish. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Sababi juda ham oddiy, chunki ijtimoiy tarmoqlarda, platformalarda, Instagram bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, har kuni mana bunaqa e'lonlarni ko'rishingiz mumkin. Turkiyada bemalol tahsil olishingiz mumkin. U yoqda o'qishga kirish juda ham oson, hattoki tilni bilishingiz ham shart emas. Lekin Turkiyada o'qish shunchalar ham oson bo'lsa, ta'lim olish shunchalik yengil bo'lsa, nimaga odamlar hali ham muammoga duch kelyapti? Sezib turibsiz, bu video sizga foydali bo'ladi. Shu sababli ham u ko'pchilikka yetib borishi uchun like tugmachasini bosib qo'ying va sahifamizga obuna bo'ling. Biz esa shu og'riqli mavzu haqida sizga ma'lumot beramiz. Ko'rsatuv avvalidagi savol juda ham ko'pchilik ota-onalarning boshini qotirgan. Chunki juda ham ko'pchilik ota-onalar ta'limni investitsiya sifatida qabul qiladi. Kontrakt to'lovlarini uzoq yillar davomida yig'gan pullar evaziga to'laydi, hattoki ba'zi oilalar uni to'lash uchun kredit ham oladi. Shunaqa paytda eng muhim narsa bu ishonch. Lekin ochiqchasiga gaplashadigan bo'lsak, hozirda bu jarayon juda ham tartibsiz bo'lib ketgan. Masalan, har qanday bitta random odam ko'chada ketayotganida, deylik, bitta kichkinagina ofischani ochib oladi, bitta mobilograf yoki videograf bilan gaplashib, u xohlagan pulni beradi va chiroyli kartinka yaratib, o'zini chet elga o'qishga olib kirish bo'yicha ekspert sifatida tanishtiradi. Reklamalar juda ham chiroyli bo'ladi, lekin talaba yoki talabaning ota-onasi jarayon qanaqa kechayotgani haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmaydi. Ma'lumotga ega bo'lishni xohlasa ham unga shunaqangi ma'lumotlar beriladiki, u uni umuman tushunmaydi. Masalan, juda ham oddiy savollar bor. Universitetga hujjat haqiqatan ham topshirildimi? Universitetdan kelgan hujjat haqiqiymi yoki soxtami? Talaba qaysi dastur bo'yicha o'qishga topshirdi? Bu shunaqangi savollarki, hattoki talabani o'zi ham unga tayinli javob bera olmaydi. Buni sababi esa juda ham oddiy. Chunki butun jarayon agentlik qo'lida bo'ladi. Aynan shunday holatlarni oldini olish maqsadida bo'lsa, yangi g'oyalar borgan sari paydo bo'lyapti. Bu g'oyalarga ko'ra endi abituriyent to'g'ridan-to'g'ri agentlik bilan emas, balki o'rtadagi vositachi orqali agentlik bilan aloqaga kirishadi. Xuddi shunday platformalardan biri esa bu ta'limchi hisoblanadi. Ta'limchi bu oddiy platforma emas, lekin bir narsaga ham alohida diqqat qiling, ta'limchi talabani o'qishga olib kirish bilan shug'ullanmaydi, balki abituriyent va konsalting o'rtasidagi shaffof aloqalarni o'rnatib beradi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ta'limchi bozorda nazorat va tizim tashkil qilishga harakat qilayotgan platforma. Bugungi kunda juda ham ko'plab abituriyentlar quyidagi muammolarga duch kelishadi. Qaysi agentlik chindan ham ishonchli? Qaysi agentlik chindan ham tajribali? Qaysi agentlik rostdan ham chet el universitetlari bilan rasmiy aloqalarni o'rnatgan? Bu narsalarni bilib olish aslida qiyin ish. Ta'limchi esa aynan shu muammoni hal qilib beruvchi platforma hisoblanadi. U abituriyent bilan suhbatlashadi. Suhbatda esa quyidagilar aniqlashtiriladi. Talaba qanday yo'nalishni tanlagan, qaysi davlatda o'qimoqchi, qaysi mutaxassislikni egallamoqchi, uning qiziqishlari va maqsadlaridan kelib chiqib esa, ta'limchi platformasi unga to'g'ri keladigan konsaltingni tanlab, unga yo'naltiradi va jarayonni to'liq nazorat qilib, kuzatib boradi. Bu tizimning eng muhim tomoni esa shaffoflik. Talaba uning hujjati qayerda, chindan ham topshirildimi, qanday xat javobi keldi, hammasini o'zi kuzatib turadi va ishonch hosil qiladi. Albatta, shu joyga kelganda sizda savol tug'ilishi ham mumkin. Bunaqa platformalarga nega ehtiyoj bor o'zi? Buni javobi esa juda ham oddiy. Ta'lim bozori borgan sari kattalashib bormoqda. Har yili minglab talabalar chet elda o'qish uchun hujjat topshirishadi. Bozor kattalashgani sari esa tartib va nazoratga ehtiyoj ham borgan sari oshib boradi. Bunday holatlarni albatta boshqa sohalarda ham ko'rishimiz mumkin. Deylik, taksi sohasida onlayn platforma haydovchi hamda mijoz o'rtasida ishlab beradi. Yoki onlayn platformalarni olaylik. Ular sotuvchi hamda xaridor o'rtasida vositachi bo'lib beradi. Ta'lim sohasida ham asta-sekinlik bilan shunday model paydo bo'lmoqda. Shu sababli ham kelajakda chet el ta'lim bozorida shaffoflik, reyting juda ham muhim rol o'ynashi mumkin. Talabalar uchun eng muhim narsa esa bu to'g'ri ma'lumot. Universitet haqida, stipendiyalar haqida, uni hujjatlari qanday holatda ekanligi haqida. Turkiyada ta'lim olish bo'lsa, chindan ham keng imkoniyatlarni ochadi. U yerda davlat grantlari yoki oliygohlarning o'zining grantlari bor va ko'plab networking qilish imkoniyatlari albatta mavjud. Lekin mas'uliyat hamda imkoniyat doim yonma-yon bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda juda ham aktual bo'lgan savollar bor. Talabalar qanday qilib to'g'ri qaror qabul qilishi mumkin? Ular soxta va haqiqiy reklamani
qanday qilib ajratishlari mumkin? Qanday qilib ular ishonchli hamkorlarni tanlaydi? Aynan shu savollar hozirgi kunda juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'ladi. Chunki ta'lim sohasi rivojlangani sari talabalar ham ongli ravishda qaror qabul qilishni boshlashgan. Platformalar, ochiq ma'lumotlar va albatta shaffof tizim esa bu jarayonni yanada yaxshilashga yordam berishi ham mumkin. Oxir-oqibat esa bir narsani tan olish juda ham muhim. Ta'lim bu juda ham katta investitsiyadir. Vaqtni qaytarib bo'lmaydi, pul ham yo'qotilishi mumkin. Shu sababli ham har bir ota-ona va har bir bo'lajak talaba bu yo'lda to'g'ri qaror qabul qilishi lozim. Turkiyada tahsil olish bu juda ham yaxshi, lekin bu yo'lni ongli va to'g'ri tarzda tanlash har bir insonning o'zini qo'lida.